Assalomu alaykum hammaga, kanalimiz a'zolari, mehmonlariga. Mana xudo xolasa yana yangi liniya ustanovka qilishni boshladik. Mana shu holatda mana stashkani ustiga ankerlar qotirilyapti. Hamma liniyalar mana shu holatda qilinyapti ko'proq. Ko'pchilik so'raydi qanday bo'ladi. Mana shu stashka bo'lsa bo'ldi bizga. Mana shu stashkani ustiga anker bilan qotirib mahkamlanadi mana. Bitta mustahkamligi qulay bo'ladi beton quygandan ko'ra. O'zimizning Qo'qon shahariga Ko'rvozar degan dasht joyimizga ustanovkani boshladik. Qoliplarimiz ham kelgan yarmi. Xudo xolasa 3-4 kunda yurg'izib topshiramiz inshaalloh. Kimga mana shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Qo'ldan kelganicha tayyorlab ustanovka qilib beramiz. Ekranda telefon raqam bor, bemalol murojaat qilaverasizlar. Hamma yo'q ankerlar qotirilyapti mana. Hamma ishlarga rivoj, ko'rganda ko'rishguncha.